Xo'sh, mana kech ham tushdi. Endi bu yerdan ketishim kerak. Xo'sh, tashqarida hech kim yo'q. Adashmasam qani eshikni ochamiz, chiqamiz. Xo'sh, tashqarida hech kim yo'q. Yaxshi. Xo'sh, unda sekin ketishim kerak. Xo'p, yaxshi. Hali hech kim meni ko'rgan yo'q. Xo'p, sekin astalik bilan ketamiz. Yaxshi. Xo'sh, mana ketyapmiz. Nima tashqarida qanaqa ovozlar eshitilyapti? Kechqurun ham dam berishmaydi bular. Xo'sh, qani unda pastga tushib qarab ko'raman. Mer bu yerda nima qilyapti? Yo'qmi, xo'sh. Men qayergadir ketyapti. Xo'sh, unda tashqariga chiqamiz. Xo'sh, qani mer ko'rib qolmasa bo'ldi. Mer nimaga o'rmon tarafga ketib qoldi? Qiziq, lekin menga hozir bunday muammolar kerak emas. Men hozir mazza qilib uxlab olsam bo'ldi. Menga bunday muammolar kerak emas. Eshik yopila qolsang-chi. Kech bo'lganda ham shunaqa bo'ladimi? Mana mazza qilib ham uxlab oldim. Aytgancha hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan men Denni. Xo'sh, unda o'zimni ishlarimni qilaman men. Xo'p, soatim soat 9 bo'lib ketibdi. O'zi ham ancha erta bo'lib ketibdi. Hammaylar, unda men tashqariga chiqaman. Xo'sh, tashqarida nimalar bo'layotgan ekan? Aytgancha do'stlar, men kecha o'rmonga ketgandi. Nimaga ketgan ekan? Kechqurun o'rmonda nima qilarkin mer? Lekin bu menga qiziq bo'lib qoldi. Xo'sh, balki jitardan so'larman do'stlar. Jital, qalaysan, yaxshimisan? Mer qayerga ketganini bilmaysan kecha o'rmonga? Menga unaqa qilib gapirma. Men sendan yaxshilikcha so'radim. Bor, ko'zimga ko'rinma. Nima? Merning uyini eshigi nimaga ochiq qolib ketgan? Qiziq, qani unda ichkariga kirib ko'ramiz. Xo'p, bu yerda mer bo'lish kerak edi. Xo'sh, doimiy bu yerda narsalar bo'lib turardi, lekin bu yerda narsalar yo'q. Bu ham g'alati. Unda ichkariga kirib ko'rishim kerak. Mer, shu yerdamisiz? Bu yerda ham mer yo'q. G'alati. Bu yerdagi shkaflarda ham hech narsa yo'q. Kravatdagida-chi? Kravatdagida ham hech narsa yo'q ekan. Tepada ham yo'q. Mer o'zi bunda qayerga ketdi? Demak, o'rmon tarafga ketgan mer. Xo'sh, unda eshikni yopamiz. Men meri topishim kerak. Oylikni anchadan beri bermayotgandi meram. Xo'sh, meri topmasam bo'lmaydi. Jital, meni oldimga kelma, asam buzding sen. Xo'sh do'stlar, unda adashmasam kechqurun mana shu tarafga qarab ketgan mer. Unda shu tarafga qarab boramiz. La'nata, meram bir nima ish orttirmagan bo'lsa bo'ldi. Xo'p, shu taraflarga kirib ketgan bo'lishi mumkin, balkim. Xo'sh, nima? U yerdan nima taralyapti? To'g'ri, nima ko'rinyapti? Nima? Bunker eshigi? G'alati do'stlar. Oldin bu yerda bunker eshigi bo'lmagan-ku. Unda ichkariga kirib ko'ramiz. Xo'sh, sekin asta kiramiz. Eshikni qani ochila qol. Mana ochildi. Yo-moyo, do'stlar, bu yerda shuncha izumrud, qanday qilib izumrud bloklar buncha ko'p, do'stlar. Yo-moyo, bu yerga o'zi bu bloklar qanday kelib qoldi? Hammaylar eshikni yopib qo'yamiz, do'stlar. Xo'sh, bu yerda yana bitta xona bor shekilli. Unda u yerga ham kirib ko'raman, qani. Nima? Bu yerda ham hamma joyda mebellar. Yo-moyo, do'stlar, bu yerda aniq kimdir yashaydi. Qaranglar, bu yerda televizor bor, gaming stol bilan, xullas shunaqa narsalar.
Bu yerda divan ham bor, tayyor. Yashash uchun zo'r joy qilib olgan kim bo'lsa ham aniq bu yerda yashayapti. Kim ekan lekin? Hamsi shuncha pulni qaydan topgan bo'lishi mumkin? Do'stlar, buni bilib olish uchun biz unda hozir kutib turamiz kelishini. Do'stlar, menimcha kimdir kelyapti. Qani unda kim ekan? Xo'sh. Ana ovozlar eshitilyapti. Qani kim ekan bu? Nima? Mer, siz bu yerda nima qilyapsiz? Ha, Denni, sen bu yerda nima qilyapsan? Sen bu yerga qanday kelding? Men bu yerni topib oldim sizni qidirishda, lekin siz bu yerni qaydan bilasiz? Siz bu yerda nima qilyapsiz o'zi? Denni, iltimos bu yerni boshqalarga aytma. Iltimos boshqalarga aytma. Mer, hech qayerga keta olmaysiz. Bu yoqqa keling. Iltimos Denni, bu yerni boshqa jetonlarga aytma. Ular meni bu yerda shuncha izolotlar saqlayotganimni bilib qolsa o'ldirishadi-ku. Iltimos aytma. Agar aytmasang men senga shu yerdagi barcha izolotlarni yarmini beraman. Xo'sh, unda nima ham derdim, mayli. Lekin izumrudlarni aniq berasiz, xo'pmi? Ha, Denni, aniq beraman. Muhimi boshqalarga aytib bermasang bo'ldi. Xo'p, mayli Mer. Xo'sh, obunachilar, men Merdan shuncha izumrudlarni olaman-da, Merga cho'tkigina prank qilaman hozir. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozir juda ham zo'r prank qilaman Merga. Yo'q, iltimos, jetonlar menga tegmanglar. Hamma izolotlarni qaytarib beraman dedim-ku. Yordam ber, Denni. Voy do'stlar, Mer yomon laqqa tushdi-ya o'zi ham. Ha, mayli do'stlar, video ham tugay deb qoldi. Do'stlar, video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr, sizlar bilan men Denni bo'ldim.